Hammaga salom. Agar bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, tillarni chiqarib turgan mana shu oyoq shaklidagi fontan lokatsiyasi haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni beraman. Demak, fontan yoniga borishingiz uchun siz oldin Highline parkini topib kelishingiz kerak. Bu park Nyu-Yorkdagi eng noodatiy va tarixiy joylardan bittasi hisoblanadi. Sababi Highline 1930-yillarda yuk tashish uchun qurilgan temir yo'l liniyasi bo'lgan va 1980-yillarda bu yo'nalishdan foydalanish kamayib, keyinchalik tashlandiq joyga aylangan va 1999-yilda faollar tomonidan tozalanib, qayta ishlov berilgan. 2009-yil qayta ochilgan Highline hozirgi kunda Nyu-Yorkdagilar uchun eng qadrli, turistlar uchun esa albatta tashrif buyuriladigan joylardan bittasi hisoblanadi. O'tgan asrdan qolgan temir yo'l izlari hali ham bor va yuqori chiziq parkining o'tmishini ko'rsatib turadi. Parkda tashrif buyuruvchilar uchun juda ham zo'r sharoitlar qilingan. Manzarali daraxtlar, chiroyli gullar, dam olish uchun har qadamda o'rindiqlar va alohida aytish kerak bo'lgan noodatiy haykallar. Nyu-Yorkdagi ijodkorlar o'z san'at ishlarini ma'lum vaqtgacha shu parkda taqdim etish imkoniyatiga ega. Masalan, o'tgan yil antiqa daraxt, bu yil katta yovvoyi kabutar, yaqinda esa kayfiyat ko'taruvchi favvora. Pushti rangli oyoqli bu fontan o'zidan 10 ta tillarni chiqarib turgan og'izga ega va ko'rinishi kulgili bo'lgan fontanni ishga tushirish uchun siz mana bu pedallardan foydalanishingiz kerak. Haqiqatda kayfiyatni ko'taradi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan bu fontan haqida nima deb o'ylaysiz? Aytgancha, bu fontan 1 yil shu joyda turadi. Ya'ni 2026-yil mart oyigacha siz Highline'ga kelib ko'rishingiz mumkin. Fontan bahona Highline'da sayr qilib, Manhattanning bir qismini yuqoridan tomosha qilib ketasiz. Lokatsiyani yo'qotib qo'ymaslik uchun shu videoni saqlab qo'ying. Ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, like bosing va sahifamga obuna bo'ling. Unutmang, akkauntimda siz Amerika hayoti bilan tanishib borasiz.